Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni majburiy tutib turgan jazo lagerlariga yaqin joyda yuzlagan zavod qurilganligi va lagerdagi ko'pincha Uyg'urlarni ishlashga zo'rlaganligi o'tirg'a qo'yildi. Amerika BuzzFeed xabar torbekitining Xitoyning rasmiy xotiralari, lagerdan ilingan uchurlar va sun'iy hamrohdan ilingan suratlar asos qilingan xabariga qaraganda, rayondagi 135 jazo lageriga yaqin joyda cho'ng zavodlarning qurilganligi bayon qilingan. Erishgan rasmlarga qarata ilib berilgan tekshirishda qurilgan zavodlarning umumiy ko'lamining 19 million 500 ming kvadrat metrga to'g'ri keladiganligi o'tirg'a qo'yilgan. 2016 yildan boshlangan majburiy emgak faoliyatlari doirasida bu zavodlarda 1 milliondan ortiq Uyg'urning ishga o'rinlashtirilganligi ko'rsatilgan xabarlarda zavodlarning ko'pinchisining 2018 yili silinganligi bayon qilingan. Türkiye Tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu Xitoy bilan imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimining Turkiya parlamentida texi ma'qullanmaganligini, Beyjingning Turkiyadagi Uyg'urlarni qaytarib berish talablarining Anqarada javobga erishalmaganligini bildirdi. Turkiya bilan Xitoy orasida imzolangan o'tkazib berish kelishimining Xitoyda ma'qullanishi Uyg'urlar orasida andisha paydo qilgan edi. Yevropa xabarlari to'rining 30 dekabr xabar qilishicha, Turkiya Tashqi ishlar ministri Çavuşoğlu 2020 yillik tashqi siyosat baholash yig'inida savollarga javob bergan. Çavuşoğlu Turkiya bilan Xitoy orasida 2017 yili imzolangan, lekin Turkiya Buyuk Millat Majlisida tasdiqlanmagan jinoyatchilarni qaytarish kelishimiga aloqador savollarga qarata, Turkiyaning nurg'un davlatlar bilan jinoyatchilarni qaytarish yoki adliy hamkorlik kelishimi imzolaganligini ta'kidlab, lekin Xitoy bilan bo'lgan bu kelishimni Turkiya Uyg'urlarni Xitoyga topshirib berdi deb tahlil qilish to'g'ri emas degan. Kelishimning jinoyatchilarning qaytarilishiga munosabatli ekanligini eskartgan Çavuşoğlu, hozirgacha Xitoyning Turkiyadagi Uyg'urlar haqida o'tkazib berish talablarini o'tirg'a qo'yganligini, lekin Turkiyaning bu haqda harakat qo'llanmaganligini aytgan. Çavuşoğlu, biz terrorchilar bilan begunoh kishilarni farqlantirish kerak deymiz. O'xshashla biz bu suiiste'mol qilinmasligi kerak deymiz. Biz Xitoyg'imi va boshqalarg'imi deymiz. Ya'ni biz terrorlikqa qarshi turish bahonasi bilan begunoh kishilarga ziyonkashlik qilishni qabul qilmaymiz degan. Çavuşoğlu yana Xitoydan keladigan vaksina haqida so'ralgan bir savolga qarata, vaksinaning kechikishining Turkiyaning Uyg'urlarga tutgan muomalasi bilan aloqasi yo'qligini aytgan. Yevropa İttifaqı va Xitoy 7 yilga so'zilgan suhbatdan keyin 30 dekabr chorshanba kuni umumyuzlik mablag' selish kelishimi imzolaganligini e'lon qildi. Chorshanba kuni Xitoy davlat raisi Xi Jinping, Yevropa İttifaqı rahbarlari va Germaniya prezidenti, Germaniya bosh ministri Merkel bilan sinliq yig'in o'tkazgan. Yevropa İttifaqı va Xitoy o'rtaq holda mablag' selish kelishimi suhbatini tamomlaganligini jakarlagan. Yevropa İttifaqı komitetining raisi Ursula von der Leyen Twitter hisobida bugun Yevropa İttifaqı va Xitoy mablag' kelishimini prinsip jihatdan tamomladi degan. Bu kelishim Yevropa İttifaqini ba'zi imtiyozlarga ega qiladi. Kelishimda Xitoy bir qism Yevropa İttifaqı korxonalarining Xitoyga mablag' selishdagi to'solg'ularni yo'qotdi deb belgilangan bo'lib, bular yangi energiyalik avtomobil, bulut hisoblash mulozimati, pul muomala mulozimati va davolash sohasi qatorliqlarni o'z ichiga oladi ekan. Lekin bu kelishimning Yevropa İttifaqidagi a'zo davlatlarda ma'qullanishi kerak bo'lib, Xitoyning Uyg'ur siyosiy sababli bu jarayon uzarib ketishi mumkin ekan. Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasi Yevropaning oldidagi bir cho'ng to'solg'u deb qaralgan bo'lib, Yevropa rahbarlari Xitoyning xalqaro emgak huquqiy tashkilotining majburiy emgakni amaldan qoldirish ahdnomasini imzolashga tirishishga va'da berganligini aytgan. Amerika bilan Yevropa İttifaqı orasidagi Boeing aviatsiya shirkatiga to'liqlama berishga aloqador talash-tortishlar sababli Amerika bir qism Yevropa mahsulotlariga tamojna bejini o'stirgan. Amerika savdo vakillar umiki Yevropa İttifaqıdan import qilingan aeroplan zapchaslari, Fransiya va Germaniyadan kelgan uzum hariqi va konyaklarning tamojna bejini tangshaydiganligini e'lon qildi. Bayonotda yangi belgilamlarning qachon kuchga ega bo'ladiganligi to'g'risida hech qanday uchur berilmadi. Ammo tafsilotlarning pat yaqinda ham baharilmaganligi o'tirg'a qo'yildi. Bayonotda Yevropa İttifaqıning Dunyo savdo tashkilotining ruxsati bilan Amerikaga qarata adolatsiz tamojna beji yurgizganligi ta'kidlangan hamda Yevropa İttifaqı bu adolatsizlikni to'liqlash uchun ba'zi tadbirlarni qo'llanishi kerak deyilgan.
Yevropa İttifaqı bilan Angliya oxirgi musofirlarini besib o'tdi. Taraflar 1 yanvardan boshlanadigan yangi mezgillik kelishimiga imzo qo'ydi. Angliya parlamenti bu kelishimni tasdiqladi. Angliya bilan Yevropa İttifaqıning savdo kelishimini qonunga aylantirish loyihasi Angliya parlamentining tuvan palatasi bo'lgan Avam palatasida 73 ga qarshi 521 bilet bilan ma'qullandi. Parlamentning yuqori qanoti bo'lgan Avam palatasi bu qonun loyihasini kechagacha ilib berilgan suhbat natijasida tasdiqladi. Bu oraliqda Yevropa İttifaqı rahbarlaridan keyin Angliya bosh ministri Boris Johnson kelishimni imzoladi.